O'zbekistonning davlat qarzi qariyb 44 milliard AQSh dollaridan oshdi. Yalpi ichki mahsulotga nisbati esa 32% bo'ldi. Bu raqam ayrim fuqarolarda xavotir uyg'otmoqda. Keling, dunyoning eng qarzi ko'p 5 davlatini ko'rib chiqamiz. 5-o'rin Fransiya 3,9 trillion AQSh dollari. 4-o'rin Buyuk Britaniya 4,1 trillion AQSh dollari. 3-o'rin Yaponiya 9,8 trillion AQSh dollari. 2-o'rin Xitoy 18 trillion AQSh dollari. 1-o'rin AQSh 38,3 trillion AQSh dollari. Bu barcha davlatlarning qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbati 100% dan ortiq. Hatto Yaponiyaniki 200% dan oshgan. Bu degani, bu davlatlar butun aholisi bir yil hech narsa yemasdan pullarni yig'ganda ham davlat qarzini bir yilda to'la olmagan bo'lardi. Yana e'tibor bergan bo'lsangiz, sanab o'tilgan barcha davlatlar iqtisodiy rivojlangan davlatlardir. Demak, davlat qarzining oshishi kambag'allik belgisi yoki xavotirli narsa emas. Faqat u to'g'ri sarflansa. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda olinayotgan qarzlar to'g'ri sarflanmoqdami? O'z fikringizni izohlarda qoldiring.